ish qilasan? Hozir yaxshiroq ish topish uchun harakatdaman. Menimcha adashib kelib qolding. Men Amerikada ishlab, yashab kelgan odamman. Sendagi betayinga beradigan qizim yo'q. O'chir, shut up. Qurib o'tdi. Yo'qoldim. Hali men spotlayman. Qarab tur. Yomon bo'pti. Endi ham ishlab, ham o'qimoqchiman. Til o'rgangan kam bo'lmaysan. O'zi kakras IELTS ham olmoqchiman. IELTS olish uchun fundamenting zo'r bo'lishi kerak. Ingliz tilimi? Faqat Cambridge o'rtoq. Bitta o'quvchiga ikkita ustoz to'g'ri keladi. Seriozmi? 11 yil ichida 100 mingdan oshiq o'quvchi chiqarishgan. Borgan cho'tki bo'ladi o'rtoq. To'xta, men o'qiyman. Davay, Hali ko'rsatib qo'yaman. Davay. To'xtamang. Hammasi joyiga tushyapti. Adanglar bilan yana bir marta gaplashib ko'rmoqchiman. Adam Amerikaga ketdilar. Ovora bo'lmang. Hammasi tugadi. Qaladi. Afsuslanadilar. Tabriklayman, kompaniyamizga ishga qabul qilindingiz. Bugundan ishni boshlasangiz bo'ladi. Qabul. Hurmatli driver, hammasi yaxshimi? Uyqingiz kelmayaptimi? Yo, uyqum kelmayapti-yu. Lekin yo'ldan adashdimmi deyman? Mani tanidingizmi? Yo, kimsiz? O'sha qizingizga sovchi qo'ygan betayimman. Nima? Ha, xavotir olmang, bu yo'ldan men sizni olib chiqib ketaman. Sizga hech qanaqa adovatim yo'q. 100 metrdan keyin chapga burilasiz. Chapga? Ha, bo'ldi. O'zichi bolam o'shanda gapirib Maraz, chapga yo'l yo'q ekan-ku. Bavalamim oldim. Xo'jayin, men ishdan bo'shadim. Keyin mana bu trak boshqa joyga ham ketib qolibdi, qarab qo'yasizmi o'zingizga? It's the 10 crack commandments.